Dostluqdan başlanğan muhabbət 10-cu qism. Mən Zahidə mənə qartıb atqan telefonni qolumğa elib qaradım. Ən heyran qalğanım Zahidənin telefonida mən Leylini yülab manğanda keynimizdən tartılğan bir parça surat turatdı. Kamilmi buni mən bilan tən ko'rayotgan edi. Yana mı heyran qalarlıqı Leyli ishkimizga Zahidə bilan Kamil ikkisining surati avatilgan nomerdan kelgan bo'ronlik uchurdan men to'limi hayron bo'lgan edim. Lekin men tushundiray deb bo'g'icha Kamil meni bir mus soldi. Orqasiga qarabmi qo'ymay ketib qoldi. Zahidə ham yotqi tarafga yugurgan peti kirib ketdi. Bu ishlarning keynida kimning borligini bilmasammi, biroq mening o'zimni tushuntirishimga ozroqmi fursat bo'lmadi. Biz oxir o'qish bitirdik. Biroq Leyli shu peti uyga ketgunicha hech qaysimiz bilan aloqalashmadi. Bugun u menga tuyuqsiz bir uchur yo'llabdi. Men bu uchurni ko'rib to'limi hayron bo'ldim. Ham bekli beyaram bo'ldim. Tehran, ben sizni bundaq qiladi deb faqatla o'ylab baxmagan. Asli sizni chaqirmasam bo'pti-ki. Men sizni do'stlikqa yaraydi deb o'ylabdikanman. Biroq siz bo'ldilar. Sizning suratga tortib olishingizni to'g'ri tushunaman. Balkim Zahidaga ko'rsatish uchun tortgansiz. Biroq mush ishingiz sababli mendek bir yaxshi do'stingizdan ayrilib qoldingiz. Xayr, aman bo'ling. Men uni nima deb suratga tortdim? Men nima deb Zahidaga ko'rsatdim? Men nimishqa bundaq ilojsiz o'ringa tushib qolaman? Nimishqa hech kim menga tushuntirishga fursat bermaydi? Acaba bu o'yinning asli maqsadi menmi? Bularni o'ylagan seri faqatla qalbimdan o'tmaydi. Biz maktab bilan qo'shashgandan keyin men Zahida bilanmi, Leyli bilanmi, hatto Kamil bilanmi aloqalashib boqmadim. Kamilmi bizning shirkatga kelib qo'ymadi. Biroq men izchil shirkatda edim. Hamma ishlarga o'zim yetishib bo'lolmay, oxiri ishga xizmatchi qabul qilgan edim. Men uchun eng muhimi Zahida edi. Uning bilan aloqalashmagandan beri uning derikini faqatla qilmagan edim. Ko'nglimning bir yerlarida uningdan ansirab turardi. Uning oilasiga ishlar qanday bo'lib ketgandi? Opisi qanday qilgandi? Roilani u qabul qila olganmidi? Dadasi bu ishlarni bilib nima bo'lib ketdi-kin? Meni hech kim tushunmasa, menga hech kim ishonmasa mayli. Lekin nimishqa Zahidami menga ishonmaydi? Shu xayollar bilan tursam, ishxonaga Kamil bilan Salman kirib keldi. Qanaqa ahvolinglar? Meni ajab uzun yolg'iz tashlab qo'ydinglar desa, endi yodinglarga yetibdi-menda. Tehran, bu shirkatni ikkimiz birlikda qurgan, endi bo'lganda yolg'iz o'zimdan qilolman deb o'ylamayotgansan? Ha, rost Tehran, Kamildan anglasam, Leyli bilan tepishib qoptikansan. Ha, o'qini. Voy, ya bugun ishga kelmadimi ya? Ko'rinmaydi-ku. Bu gaplarni anglab, ochiqimda beshim necha piqirab ketdi. Shu topning o'zida Salmanni nima qilaversam birdim chiqmaydi. Salman, u hayvon, odam emas. Sen Leylining ismini ig'zingga og'ich bo'lma, bildingmi? Hay. Voy, bo'ldi, Tehran, bunchiqib ketmay deyman. Kunlash deganimcha loyiqa bilan bog'ini yaxshi. Salman ya boshqalarning loyiqaga ko'z tashlab yuradigan odam bo'lmasa, u Leylini sen o'xshash sendan tortib olmaydi. Men gap qilay deb bo'g'icha Kamil menga buyruq talab qildi. Bo'ldi, ortiq avvar bo'lma. Seni hammamiz tushunamiz. Bugungi asosiy maqsad Salmanni men bu shirkatning paychiq qilib akilib olmoqchi. Yana ertadan boshlab menmi bu shirkatda bo'laman. Sana men buni deb qo'yay deb keldim. Kamil, boshqalar bo'lsa mayli, Salmanni akirsak qat'iy bo'lmaydi.
Voy, Tehran, qo'zam, buncha ishtarliq qilib ketma deyman. Seninkini tortib olmayman. Men-chu o'zim ishlab, o'zimninkini yeyman. Qo'rqma, ha? Men sen bilan maslahatlashmadim. Sana eskartib qo'ydim xolos. Shunaq bo'lsin, at ko'rishaylik Tehran. Kamil mening gapimga quloq solmasdan chiqib ketdi. Men endi Zohidani izlashim, uningga bo'lgan ishlarni tushuntirishim kerak edi. Men tushuntirishni Zohidadan boshlamsam, bu ishlarning oqibatining teg'imi yomon bo'lib ketadiganligi menga ayon edi. Men Zohidaga telefon ursam olmaydiganligini bilib, yiliq adres bo'yicha uning uyiga bordim. Biroq eshikni uzun chekkan bo'lsam-mu hech kim ochmadi. Dal shu vaqtda uduldagi uydan bir ayol chiqdi. Voy, nimandaq eshikni chekiversiz? Bu uyda odam yo'q, kimni izlaydingiz? Ammo men Zohidaning do'sti, uni izlab kelgan edim. Uning nima ketganligini bilasizmi? Voy, kichikli turib u qizning beshiga ajab ishlar keldi desa. U qizning ota-onasi o'lib ketgandan keyin bu uyda uning ochisi damdu ish qilib bir qiz bilan chiroyi seriqroq kelgan pakinak bir yigit turibdi. Uni faqatla ko'rib boqmadi. To'xtab turing ada, men tushunmay qoldim-ku. Men qarang, mushu Zohidaningmi? Men telefonimdan Zohidaning suratini ochib ko'rsatdim. Xiyolimda oldida xatolashgandek xatolashmay deb o'ylagan edim. Dal mushu Zohida shu. Uning ota-onasi yaqinda qatnash vaqasida o'lib ketdi. Yosh kishilar edidan afqon. Ketganlarga ketdi. Bo'g'liqning hammasi birama urug' tuqquni yo'q yolg'iz qizi Zohidaga bo'ldi. U qiz nalada yuriydi ekan tang. Bir yerlardan paydo bo'lib qolgan ochisi u qizni uydan qo'g'lab chiqarganni ozdab, hamma narsalarni o'zini qilyapti-dak. Siz yana boshqa joylardan izlab beqing bo'lmasa. Men bu ayolga xo'sh deb qo'rining oldiga chiqdim. Biroq neden izlayman? Nagim ketgandi? Beshanqa nima kunlar keldi Zohida? O'zing yolg'iz buncha alamlarga zodi qandoq chidading? Sen nada Zohida? Zohida. Shu topda qattiq yomg'ir yog'ayotdi. Men chiliq bo'lib ketganimga qaramay, sarangladek uni izlamoqda edim. O'tgan kunlar bir-birlab ko'z oldimga kelishga boshladi. Zohidaning tatliq kulgisi, Laylining xijilliqda qizargan yuzlari, Kamalning men bilan tanishganda o'zini tunishtirishi, Salmonning sarangladek qiliqlari, Rahilaning menga ko'ngil izhor qilganlari, hammasini o'ylash orqali Zohidaning berish mumkinchiligi bo'lgan bir ajoyni bilishni o'ylaydim. Tehran, men asli sana bekla amroq. Zohida ikkalab beklamas kelisizlar. Xuddi Kamil ishkimizga o'xshashlar. Mening ismim Kamil. Sen bilan bir yotoqqa kirishimni bilgan bo'lsam, uyda yotatdim-kan. Voy, meni saqlab turinglar. Tehran, sen yomg'irda qolsang, suvga tushgan mushukdek o'moq bo'lib qoladi ekansan. Tehran, Zohida yomg'irlik kunlarga bekli o'ch. O yomg'irda qolsa chechib budirib bo'lib qoladi. Shunaqmi? Tehran, Zohidani chaqira. Lelini chaqirib qo'ydim. To'rtimiz birga tomoq yeb kelaylik. Tehran aka, men sizni bekli yaxshi ko'raman. Bundoq qilsangiz bo'ladi. Qarang, sizni saqlab yo'l bo'lib ketganimni, darsdan tushishingizni 4 soat saqladim. Hey, to'xtanglar. Hey, derazni ochmanglar, tata qo'lingni. Hey, Tehran, tuniga men bo'ldimkin. Oyey, qo'rsqim yal bo'lib qilib, bir kecha yal qo'yib chiqdim. Karvatdan titratma qo'ymadimmi? Ishonmay qolmanglar. Yana birdan pul beringlar, andan ajoyib bo'lamdi. Men yomg'irlik kunlarda ko'nglim yarim vaqtda qahvaxonaga berishni yaxshi ko'raman. Qahvaning u xildagi huzurni sen bilmaysan. Men burun o'tgan kunlardan bir mo'jiza aslimlarni o'ylab chiqdim.
Men Zahidani cho'qim qahvaxonada deb o'yladim. O'zimning gumonxo'rligidan, shuncha yaxshi munosabatimizning buzilganligidan o'kindim. O'zimning kam qo'rsoq bo'lmaganligimga achchig'im keldi. Biroq hozirgi eng muhim ish Zahidani tepish edi. Men butun qahvaxonalarni aralab chiqdim. Oxiri bir qahvaxona oldiga keldimda Zahidaning siymosini ko'rgandek qildim.